Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kim mehnat qilib, kun bo'yi ter to'kib, mashaqqat qilib, oilam, bola chaqam, ota-onam, farzandlarim deb yurtu matanin mashaqqat bilan kun bo'yi ishladi, charchadi, horidi, tolib ketdi. Ba'zi bir o'rinda biz ko'rganmiz, otalarimizni hammamiz ko'zimizda o'sha otamiz siymolar gavdalanadi. Qanaqa holatlari? Charchab kelganlarida ovqatni yeb yemay turib, dasturxon yonida yonboshlab o'tirib, ko'zga ketgan holatda albatta har bir inson otasidan ko'zimiz oldidan o'tgan. Ana o'sha holatda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bayon qilyaptilar. Kim man asakanman charchab, holib, toliqib kelib uxlagan bo'lsa, mehnat qilib uyga kelib uxlab qoldi. Alloh taolo o'sha halol mehnat kasb qilaman deb charchab kelgan insonni, bandani, otani Alloh taolo ertalab o'sha gunohini kechiradi. Qarang, bir go'zal so'z, bu go'zal va'dani Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ushbu go'zal bayonni bayon qildilar. Rizq topishlik talabida yoki kasb qilishlikda kishining niyati endi mana birinchisi niyat to'g'ri bo'lishi kerak. Inson bandani niyati go'zal bo'lishi kerak. Har bir rizqni topishlikda va bunda banda o'zini niyatini go'zal qilsa, niyatini to'g'ri qilsa, albatta bunga ajr oladi.